Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana ish jarayonlaridan ko'rsatinglar degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa ish jarayonlarini kuzatib borsalar bo'ladi. Chiroyli qilib hozir bitta qilib obzor qilib beramiz. Inshaalloh. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Mana bu bivshiy usta. Bu bivshiy shagird bo'ladi. Xo'p, bu yerda ishlarimiz tayyor bo'lyapti. Cho'qqi rangda high-tech fasonimizda ishlarimiz tayyor bo'lib qoldi. Hozir bularni oshiq-moshiqlarni qo'yib, zamoylarni qo'ydik. Endi navbat oynalarga keldi. Xudo xolasa, oynalarni ham qo'lni germetiklab, xudo xolasa chiroyli qilib qo'yib beramiz. Bu yerda romlari inshaalloh ertaga ustunovkaga ketiladi, xudo xolasa. Bu tarafda shu high-tech fasonimiz mokriy rangidan boshqacharoq, xudo xolasa. Shunday bo'ladi. Xo'p, yana bu tarafda krashing ishlarimiz davom etyapti. Krashing ishlarimiz, shagirdlarimiz ishlayapti bu tarafda. Xudo xolasa krashing bularimiz polni krash reseptlarni yo'ldan boshlab shunday bo'ladi. Xudo xolasa qanotlari shu bolalar uchun ham bitta mehnat uchun like bosib qo'yasizlar. Bu tarafda egalari taraf isteklariga qarab xudo xolasa tayyorlab beryapmiz. Xudo xolasa bularimizni ham tayyor bo'lgandan keyin bitta obzor qilib chiqaramiz inshaalloh. Xo'p, keyin bu tarafda o'zimiz garaj preslarimiz ham mavjud. Xudo xolasa eshiklariga sifatga garantiyasiga beradigan apparatimiz mana shu bo'ladi. Xudo xolasa shu bilan xudo xolasa zakotni ishlar mustahkam, bemalol qo'ymasa shuni hisobiga garantiya bera olamiz. Nafaqat bizda MDF, Akfa xizmatlari ham bor. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarimizni pastga yozib qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.